To'xta inson sabr qil axir, bir oz dam ol men ham tinolay. Arrang bilan boltangni yashir, ko'zim bilan ko'rib quvonay. So'ngra kelib o'tir yonimga, so'zda beray o'tmishdan bir sir. Oh rahmatli bobong yodimga, tushib qalbim titrab ketdi zir. U zabardast zo'r inson edi, chaqnar edi ko'zidan olov. O'rmon uchun bir ummon edi, qo'rqib undan kirolmasdi yov. Shu tufayli bizlar ko'p bo'lib, ko'kka qarab chirmashar edik. Bir ildizdan ming bir to'p bo'lib, yerdan chiqib tirmashar edik. Bobolaring o'tgach olamdan bo'g'zimizga bolta qadaldi. Ahvolimiz bo'ldi zabun, hayotimiz xarob ataldi. Keksamizni kesib kaltalab, pechka bo'yi qilib yoqdilar. Yoshlarimiz bo'ldi imorat, atrofidan kulib boqdilar. Bag'rimizdan bulbul yo'qoldi, kelmas bo'lib ketdi tovuslar. Quyonlar ham sanoqli qoldi, kamaytirdi otib yovuzlar. Jayra, ilon, kaklik, qashqaldoq, asir tushli qafas komida. Odam o'g'li fikr qil biroq, bu isnodku qishloq nomiga. Ko'shti burgut, ko'shti lochin, ko'shti laylaklar. Tun qiroli hatto boyqush hassa chekindi. Bo'rilar ham onda sonda o'tdi paypaslab. Boltalarning ovozidan qochdi berkindi. Ayiqlar bolasin qarg'ab tarsaklab, g'oyib bo'ldi aytmay bizni arxivdan. Qaldirg'och qanotin urib qarsaklab, kakku salom aytdi dedi Aljirdan. Aytaversam tilim achib kuyadi, ming-minglab yong'oqlar kesib ortildi. Aytmay desam armon ko'ksim o'yadi, tomirlari qazib rimga sotildi. Eski uloq qo'yi qo'zichoq novdalarini yegdi sindirdi. Sigir oldin ortidan buzoq nihollarning umrin tindirdi. Qancha akas qancha qarag'ay shahid ketdi yigit yoshida. Jangdan keyin Temur Tarag'ay minor solgan shahar qoshida. Tepamizda boqiy qush bo'lib, qarg'a qoldi alakka. Fig'onimiz foniy tush bo'lib, faryodimiz chiqdi falakka. Hamma ham kaltafam ekan demayman, el ichida bordir aqli butunlar. Noni tuz bermagin aslo yemayman, aytgin chiqib ketsin qalbi tutunlar. Inim Nur Muhammad olmagin malol, so'zlarim senga ham ta'alluqli g'oyat. Bir o'tirib har yon yugurtir xayol, biz yordamga muhtoj bugun nihoyat. Bir vaqtlar yordamga muhtoj bo'lgan ana shu zangor o'rmon bag'rida hozir minglab millionlab nihollar qad ko'taryapti. Albatta bu ana shu milliy bog' hamda milliy bog' ishchilarining tashabbusi bilan bo'lsa kerak deb o'ylayman va shularni hammalariga kattadan katta rahmatlar aytaman.